Charchamoqchisizmi? Sog'lik, salomatligingiz yaxshimi? Bezovta qilib o'zi xo'jayiningiz bizga murojaat qilganlar. Biza vaqf fondi xayriya jamoat tashkilotidan shunga murojaat qilganlar. Shuni batafsil tushuntirib bersangiz akam. Akamiz agar batafsil bir boshdan tushuntirib bersangiz, qaysi qishloqdan, qaysi tumandan sizniki? Men Samarqand viloyat Urgut tuman Ipak. Agar o'tasiz ham bo'ladi, yangam yo'llarga o'tirasiz ham bo'ladi mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xushur yaxshimiz, tinchmiz, sog'lik, salomatlik. Agar biza vaqf fondi xayriya jamoat tashkilotidan bemorimiz bizga bir hafta oldin murojaat qilganlar. Qo'limiz shu payshanba, juma kuni vaqtimiz bo'ladi. Shuni hozir o'rgangan kelgan edik. Shu kishi hozir murojaatlarni eshitib, boshimga qarab maslahatlashamiz ekan. Mayli meklar, vrachlarimiz muhim. Akajon? Apurim. Tuman Ipakli qishlog'ida. Aha. Mana shu bemorimdan Familiyangiz? Jalil Lutfullo. Bemorimiz nimalar? Familiya ismi To'xtamisheva Sarvinor. Aha. Bu kishi nima qilgan? Bir boshdan aytib bering. Bu kishiga bir 3 oy illayi qornida homilasi bor edi, egiz homilasi. Shuni ichida bittasi nobud bo'ldi. Doktorlarga o'g'il olib borganda buni bittasini saqlab qolish kerak. Buni nima qilish kerak? Buni olish kerak deganimga yo'q. Dori darmon qilib nazoratga olamiz deganda har hafta olib borib turaydi nazoratga. Xo'sh. Mana Ramazon oyi kelgan vaqtiga buni operatsiya qildirdi. U qaysi больницаga bo'lgan bu voqea? 3-rodda. 3-roddamga qaysi doktor shu gaplarni gapirgan? Bu Sattorov Isroil degan. O'sha davolaymiz degan ichiga o'lgan bolani. Ha, yo'q. U turib turadi, lekin ikkinchisini saqlab qolish kerak dedi. Egizak bo'lganda? Ha, egizak bo'lgan. 22-mart Ramazon oyi nima qildi? Operatsiya qildirdi. Aha. Operatsiya qilgandan keyin bemorni ahvoli yaxshi deydi. Bir hafta uni davolagandan keyin men uyga olib keldim. Bemorni ahvoli o'ta darajada og'ir bo'lib ketaverdi. Aha. Qayta doktorga murojaat qilganimda qaytib olib kelinglar dedi. Olib bordim. Olib borsam qon tushib ketgan. Uni nima qilib har kun qonga boraman, qiynalib ilojim bo'lmaganda bir kishilarga yordam qiling, mana shu ahvoli mana shu deb palajinaga qonimni gapdek nima qildi, yordam qilib qon olib. Undan keyin doktorlar yana nazoratga olib bir 10 kun yotqizdi. Jigariga muammosi bor buni. Bizlar nima qila olmaymiz dedi. Men jigari bo'yicha buni nima qildim? Bu nimaga olib boring analizga deydi. Hepatitlarga deydi. Unga olib borgandan keyin bu bemorga og'ir darajada mana shunday ahvolda jigari mana shunday qaysi bir toifasini nima qilib shunday deb aytganim uchun mana bu yerga olib keldim. Urgutga jo'natdim ular. Bu egizaklar bittasi tirik qolgan, to'g'rimi? Mana bittaginasi tirik qolgan. Bittasi tirik qolgan. O'g'ilcham, qizcham nasib. Qizcha, umri bilan bergan bo'lsa ish qilib. Ha, aytganingizdek siz. Va Urgutga qachon keldingiz? Urgutga kecha olib keldim shahar. Kecha olib keldingiz. Shahardan bu yoqqa jo'natyapti. Endi Urgutga hozir doktor bor. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'zingizni tanishtirsangiz. Urgut tuman tibbiyot xizmatimiz terapiya bo'limiga kunduzgi tibbiy birodar maqsadli bo'lib ishlayman. Endi bu kishini nimalar bo'yicha asosan vrach nima qiladi? Men shu muolajalarni bajaruvchi odam. Bu kishi nima masala bo'yicha kelganlar bu yerga bular? Endi bu sotsial holatlar bo'yicha vrachlari sizga maslahat beradi. Vrachlari kim? Xo'tanov Kamuldin. Bitta chaqirib olsangiz, bitta batafsil ishdan ham bilaylik, nima bo'lgan, nima qo'ygan. Buni yana qayerlarga murojaatlar qildingiz? Mahallaga murojaat qildim. Aha. Yordam berishdimi? Yordam bilan yo'q, qadimlar nima deb o'zlarini chekiga olib mana shu ahvolga nima ham qilmadi. Assalomu alaykum. Bizdan hozir sizga nima yordam kerak? Mana aholi buni gapingizni bo'ldim, uzr, gapingizni bo'ldim. Mana buni hozir butun YouTube ko'radi, O'zbekiston. O'zimiz gruppamiz bor, Vaqf fondi xayriya jamoat Urgutga Telegramga qo'yamiz. Buni mana hamma saxovat besh insonlarimiz mana murojaatlar hammasini kuzatib boribdi. Mana shunga sizga masalan asosan nima yordam kerak? Mana shu hozir jigar seroz deb tashxis qo'ygan ekan. Uni kim qo'ygan bu tashxisni? Vrachlari qo'ygan. Samarqanddan tasdiqlab kelgan bular. Samarqand tasdiqlagan. Shart emas, vrach. Ha.
ana Samarqand tasdiqlab kelgan, bular kecha imtiyozli yotqirilgan. imtiyozli. Ha, Aha. imtiyozli yotqirilgan. Ana hozircha erlari o'zlari yozib bergan olib keldingiz Ha, tadbirkorlarni. O'zimizga borini berdik. Yana qo'shimcha o'zlari olib keldi. Ha, o'zlaringga borini yo'llaringdan bergansizlar. Hozircha bir Yo'q, amplab esa hozir o'zlaricha bironta hali men muolajasini men bu kishilarga keldim. Aha. Sharoiti mana shunday og'ir ahvolda men nima qilay deganimga bizlarga faqat deydi og'riq qoldiruvchi ukol bor deydi. Aha. Boshqa hech narsasi yo'q deydi. kecha Bor boshqa dori darmonni mana o'zim nima bo'lsa ham dokumentimni bo'lsa ham qo'yib mana shu dori darmonlarni mana olib keldim. Qoldirmasdi. Kecha bu kishi mazar bo'lmadi. Men Aha. kelib quloqqa so'radim, vrachgacha, ha, bilasiz. Og'rig'im bor dedilar. Noshqa qilaysan, mana o'zlari mana ollariga men noshqa olmayman Yo'q, dedilar. noshbaga bo'lmaydi. To'g'rimi? Singlim olmayman deb отказ qiladi. Endi bori o'zimizga borni imkon qadar yo'llatishga harakat qilib olmadilar. Vrachlar kelgandan keyin mana yozib bergan, mana shularni olib turibdilar hozircha. Bizdan sizga nima yordam kerak? Menga mablag' yetmayapti. Xo'sh, nech pul mablag' kerak masalan? Endi buni shu davlat Vrachlar chiqqancha endi men vrachcha aytadi, Aha. o'shanda Shunga qarab bil. Bu nasib bo'lsa Xudo xolasa tuzalib ketadilar inshaalloh. Albatta, albatta. U kishiga og'ir unaqa nima emas, to'g'rimi? Kasallari. Vaqt-vaqtiga lechini olib turishlari kerak. Olib turish kerak. Juda kuchli parvarish kerak bu kishiga. Endi mana bu tembori chaqloqchalar bor. Chaqloqchalar, Ko'tarib yuribdilar. Shu ko'tarib yurish ham bo'lmaydi bu kishiga. Shuning uchun chaqloqni berib yuboring. Sizga og'ir 3 kundan ziyod og'ir. menga yaxta sharoitim yo'q, doktorjon. Yo'q. Sharoitim bo'lsa ekan, Yo'qmi bir 12 shahar o'tirish, yo'q, jiyanlari ham. nima qilib. Masalan, hamsoyaga bersam, u hamsoya masalan 1 soatgina qarashi Bu kishida masalan singillarimi, aka-ukalarimi masalan bormi? Yo'q, to'g'ri. Endi bitta narsa hozir to'g'ri aytibsiz. O'zlar har bir inson o'zini tashvishi bor. Bular ham o'zi haq bir hisobdan. Bek masalan hozir kasalxona, infeksiyaxonada masalan bitta farzandi bizga hayoti qancha muhim kelajagimizda. Bizat kelajagimiz yoshlar. Bu ham o'zi to'g'ri aytdi. Buni endi birontaga berish kerak. Onani davolaymiz. Ana shunday. Bolaga ham bir nima yuqtirib qo'yish. Ana shunday, Gripp vaqti, ko'rasiz. kechqurunida bo'lsa o'zim qarayman. Dard ustiga chiqqan bo'ladi yoki emir olib ketsalar, Ha, shunday. emir bersalar bo'ladi-da. Ana Ana shuni onani davolab olaydi, keyin balaga yuqtirib bir nimani alik qilib qo'ysa, to'g'ri aytibdilar. ikkinchi muammo tug'iladi. U keyin dard ustiga chiqqan bo'ladi. Shuning uchun balani mana bu kishida singillari bo'lmay bironta qo'yish kerak. Turibki, kechqurunida yo bir olib borib Bularga ham xalaqit bermas kerak, shifokorlarga ham. Общественный palata yo'llariga bir davridan yotibdi. Yig'laydi bala-da. Shundoq. Unisi ham maydada, mana ko'rdingiz. Yo, tushunay, mayda. Endi unisini masalan bog'chaga qo'ysangiz bo'ladi. Bog'chaga birorta bog'cha tayinlasa, masalan, yo'q demaydi. Agar olmagan bo'lsa, men aytsangiz, men bog'cha masalan mudirani bizga aytamiz, kerak bog'chaga ham joylashtirib qo'yamiz. Ha. Bog'chaga qo'yganmisiz? Harakat qilganmisiz shuni? Yo'q, men bog'chaga men nima qilgan emas, lekin balachaga o'xshab bo'lsa ham o'zim mayda qarayman. Bir Oqshom qaraysiz, kunduzi bog'chaga qo'yish kerak o'shani. hech bo'lmasa onasi nimasi qochib ketmasa ham Hozir balani aliga qilaydi. Vrachlar, lech vrachlar bilan bitta maslahatlashing. Qancha mablag' kerak, nima kerak, endi u kishi ham bir kunligini aytishlari mumkin. Erta qanaqa o'zgarish bo'ladi, hech kim Shundoq. 100% mana buncha ketadi deb aytolmaydi. Sredni. Holatiga qarab yozib beraveradilar. Imkon qadar borini o'zimiz yordam Shergan vrachlar. Vrachlar hozir chiqqan ekan, roddomga ketgan ekan. Roddomga ketganlar. Bizlarda ham hali roddomga, hali reanimatsiyaga chaqiradi terapeutlarimizni. Kelsalar, bu o'zlari bilan suhbatlashasiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Hurmatli savodpesha insonlarimiz, mana akamizni ko'rib turibsizlar, mana Urgut tumani terapiya bo'limiga mana yotibdilar mana. Bu ayollari mana shu hozir yordamga muhtoj. Shularga qo'llaridan kelgancha amaliy yordam bersalar, nurisiga a'lo umrli bo'ladi. Ehsonni mukofoti faqat ehson Alloh sizlarga ajr mukofotini o'zi kutmagan joydan beradi. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kartangiz bormi? Bitta karta raqamingizni bitta nima qiling qana akamizning karta raqamlari bor. O'zlarining nimalari xohlasalar o'zlaring kelib mana shu yerga mana yotibdilar. So'rab nima qilsalar ham o'zlarining qo'llari bilan bersalar ham bo'ladi, ish qilsalar ham bo'ladi. Mana bu akamizni o'zingiznikimi bu? Karta raqamlari mana. Shu karta raqamga tashlasalar, Alloh xolasa yaxshi bo'ladi, nasib etsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.